Hamma psixologlar ham bir xil emas. 2 oy o'qib, chala bilim berib, odamlarning miyasini anaqa buzishyapti. Ba'zilari haqiqiy rostdan o'z bilimlariga ega, insonlarni yaxshi yo'lga chorlab, insonlarga yaxshi bilim berib, ularni yuksaltiryapti. Psixolog bizga kerak deb o'ylayman. Что hayotimizni joyiga soldirib berishga. Psixologga borish yomon narsa emas. Borib o'zini qidirib ko'rish kerak. Ya'ni gapirayotgan gapini, o'zini tutishini psixolog orqali topish kerak. Hammasi odamga bog'liq, не знаю, individualni hammaga biriktalay kerak emas. Menimcha yo'q, kerak emas. Shu odam o'zi kitob o'qib, o'zini rivojlantirib yursa bo'ladi. Fikrim yomon. Bizga o'rganib psixolog bo'lyapti deb o'ylayman. Psixologiyaning asnovasini men Qur'ondan olingan deb bilaman. Lekin har xil aqliylik ko'payib ketgan, bilmadim endi. Men misol uchun hech qaysi psixologga gapiga quloq solmayman. Psixolog kerak deb bilmayman. Inson o'zi to'g'ri yashasa, o'ziga o'zi psixolog bo'ladi-da. Bir xil vaziyatlarda kerak bo'ladi. Psixologlarga hozir mukkasidan ketib qolganlar juda ham ko'p. Psixologga men buni aytganini qilganini qilma deydiganlar ko'p. Yoshlarimiz, hozirgi talabalar, qizlar, xotin-qizlar yoki uyda ancha-muncha farzandini katta qilib qo'yganlar yoki oilalilar bor. Psixologlarni o'sha Instagramda har xil anaqalarini, kontentlarini ko'rib, ularga ishonib, yo oilasi bilan minus bo'lib ketadiganlar bor. Albatta kerak bo'ladi. Insoniyatda har xil vaziyat bo'ladi-da. O'sha insonni qalbiga yo'l topib, uni ovutadigan bir shaxs sifatida psixolog kerak bo'ladi. O'qigan bo'lsa, diplomlari bo'lsa, o'zini dunyoqarashi bo'lishi kerak baribir hamma psixolog. Kitobdan o'qiganini tushuntirib bersa, u narsani hamma odam qila oladi.